Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kia Carnivalning 2026-yilgi yangi vyipskasi birinchi bo'lib bizga, ya'ni Kia Andijon avtosaloniga yetib keldi. Qani bo'lmasam, obzor qilishni boshladik. Siz buni shunchaki minivan deb o'ylamang. Bu yangilangan 2026-yilgi Kia Carnival. Dizayn, qulaylik va texnologiyaning yangi darajasi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, 12.3 dyum displey bilan jihozlangan monitor, ko'rib turganinglardek, ekranlari plavno ishlayapti. Multi-rul, bu oddiy rul emas, multimediyasi bor, upravleniyasini bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Klimat kontrol, dvuzonli klimat kontrol, podstakannik, podlokotnik и bari ham mavjud. Avto hold, elektronniy ruchnik, drive mode. Oilaviy safarlarga chiqmoqchi bo'lsangiz, Kia Carnivalimizning bagaj qismi 627 litr bo'ladi. Agar sizga 3-qator kerak bo'lmasa, ya'ni ushbu bagaj sig'imi sizga kamlik qiladigan bo'lsa, buni shunday qilib yotqizsangiz bo'ladi. Ya'ni yotqizganingizda bagaj sig'imi 2940 litrgacha kengayadi. Tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, ushbu Kia Carnival modelimizning faralari vertikalni joylashgan. Endi bu avtomobilimiz nafaqat oilaviy, balki hashamatliroq ham bo'ldi. Kia salonni qidirayotgan bo'lsangiz, manzilda adashmang. 80 metr ko'chada joylashgan Andijon rasmiy dilerimiz. Batafsil ma'lumot olish uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz sizlarni kutib qolamiz.